muammolar? Qishlog'imizda muammolar tiqilyotibdi. Mikrofonni Men bering. o'zim gapiraman. Xullas, svet o'chib qoldi. Jim torga ham bir pas savol bergandan keyin javobni eshitish kerak. Maqtab gapir. O'chir ovozingni. Maqtash kerak. Shapalaqlab bir uraymi hozir? Xullas, biz internet nimalik, Jimtor, internet nimaligini bilmaymiz. Wi-Fi tortishmagan. Bu televideniyega ketadi. Jonli efirda unaqa gaplarni Bir gapirma. pas jim tura olasizmi yoki yo'qmi? Bo'lmasa men o'zingiz gapiring. Ha, beradigan ahmoq yo'q. Wi-Fi degan narsani biz tasavvur ham qila olmaymiz. Jimtor, maktabga ketayotganda balchiq kechib boramiz. Mikrofonni bergin. Keyin gazam o'chib qoldi anamal Jimtor. Anamal sovug'i dabdalasi chiqdi. Jimtor, hozir urib o'ldiraman. Qani, men tosh olib hozir boshingni yorib qo'yaymi? Xullas, internet degan narsa yo'q, gaz yo'q, svet yo'q. Hammasi dabdala. Shunaqa. Jimtor,